1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Fidoyi va zahmatkash ustoz va murabbiylarimiz o'z yo'nalishlarida yuksak marralarni egallamoqdalar. To'raqo'rg'on tumani sport maktabi murabbiyi, Shuhrat medali sohibi Mahkambek Sobirov yetakchiligidagi yosh futbolchilar ham respublika chempionatlarida yuqori marralarni egallamoqdalar. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Ko'pchilik To'raqo'rg'onni kichik Braziliya deb atashi bejiz emas. Boisi tumandan ko'plab mahoratli futbolchilar yetishib chiqqan. O'zbekiston milliy terma jamoasi safida to'p surayotgan iqtidorli futbolchilarning aksariyati To'raqo'rg'ondagi o'ziga xos futbol maktabi tarbiyalanuvchilari hisoblanadi. Umarali Rahmonaliyev ham aynan shu maktabda tarbiya olib, katta futbolga qadam qo'ygan. U 2023-yilning mart oyida Toshkentda o'tkazilgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida U20 terma jamoasi safida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Prezident farmoniga ko'ra o'shanda kelajak bunyodkori medali sohibi Umarali Rahmonaliyevning birinchi ustozi Mahkambek Sobirov ham Shuhrat medalini qo'lga kiritgan. Hozirda maktabda 6, 7 hamda 15 yoshgacha bo'lgan yosh toifasida shug'ullanayotgan bolalar soni 100 nafardan ortgan. Ular orasida qo'shni tuman va viloyatlardan kelgan yosh iste'dodlar ham bor. Ustozim Mahkambek Sobirov, ustozim ham yaxshi o'rgatadilar, bir marta ko'rsatib beradilar. Bola bilan ishlatadilar, yaxshi ishlatadilar. Kelajakda yaxshi taniqli futbolchi bo'lmoqchiman. Ustozimni juda qattiq hurmat qilaman. O'zbekistonda 2030-yilgacha futbolni rivojlantirish konsepsiyasi asosida murabbiy shogirdlarga o'ziga xos mashg'ulotlar, uslub va usullarni ishlab chiqdi. Shu yili Sirdaryoda o'tkazilgan sport maktablari futbol ligasining O'zbekiston chempionatida uning shogirdlari U13 jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Maktab bitiruvchilaridan 5 nafari esa chempion sifatida oliy ta'lim muassasalariga imtiyozli ravishda qabul qilindi. 11-12 yoshli futbolchilarning taktik ko'nikmalarini ishlab chiqish bo'yicha Namangan Davlat universiteti tayanch doktoranti ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Ilmiy tadqiqot ishim 11-12 yoshli futbolchilarni koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'liq. Futbol sport turidagi texnikasini, tezkorligini, muvozanat saqlash, reaksiya ko'rsatish, tezkor qaror qabul qilish kabi ko'rsatkichlarini rivojlantirishga qaratilgan. Aynan men Mahkam Sobirov bilan birgalikda ish faoliyatimni olib boraman. Mamlakatimizda futbolni ommalashtirish, maktablar qoshida klublar faoliyatini yo'lga qo'yish borasida ham izlanayotgan murabbiy yaqin kunlarda bolalar futbol klubi ochish niyatini amalga oshirishga astoydil harakat qilmoqda. Yoshlar futboli degan nom bilan shu futbol klubini yuritishga harakat qilyapman. Shu klubdan nomdor futbolchilarni yoshlar o'smirlar terma jamoasiga, milliy terma jamoasiga, qolgan akademiyalarga ham bolani yetkazib berishga o'z mehnatimizni sarflaymiz. Ayni paytda murabbiylar mahallalarda turli musobaqalar orqali seleksiya ishlarini olib borishmoqda. Shu orqali iqtidorli, umidli yoshlarni tanlab olish borasida amaliy harakatlarga kirishganlar. Ajab emas, ular orasidan ham yangi futbolchilar kashf etilsa.